Ibratli oila, pachkalab pullar, qimmat mashinalar, ta'sirli yurakni ezuvchi so'zlar. Yengil hayot, lekin bu aslida sizni cho'ntagingizga kirish uchun tayyorgarlik edi desam ishonasizmi? Odamlarni lotereyada cho'chirganini hammamiz isboti bilan ko'rdik. Ko'rmaganlar bo'lsa, Iskandar Makedonskiyning kanalida ko'rishingiz mumkin. Bu masxaraboz xalqdan uzr so'rash o'rniga yolg'on gapirib qovun tushirishda davom etdi. Mana bu yerda qayni ukasini Sankt-Peterburgda kvartira olgani bilan tabriklaydi. Xudolar, bir yangilik bizarda. Uka, tabriklayman. Kvartira muborak bo'lsin. Dizaynchani ham sotib tanlagan ekansan, gap yo'q. Biroz o'tib, bu kvartira Avitodan 37 ming rublga ijaraga olingani ma'lum bo'ldi. Anton akaning o'zi bo'lsa, uyi va o'zi mashhur bo'lib ketganidan xabari yo'q chamamda. Bu yerda esa Rossiya fuqaroligini olganini maqtanib ko'z-ko'z qilgan. Mana olasandan keyin mana bu kunni bizadik. Dahoya kutdikda, lekin Shuncha yolg'ondan keyin ham odamga ishonib bo'ladimi? Bizning fikrimiz yo'q albatta. Shuning uchun biz uni tekshirib ko'rishga qaror qildik. Mana ko'ring, bizni qo'limizga kelib tushgan hujjatlarga qaraganda, Qudag'ayda hech qachon Rossiya fuqaroligi yo'q va bo'lmagan. Bu hujjatlarda Ilhom Ikromovich oxirgi marta 13 noyabr 2024-yilda Moskva shahar Tagilskaya ko'chasi 2-uy 1-korpus 28-xonadonda o'zbek pasporti bilan 7-fevral 2025-yilgacha qayddan o'tgan. Bundan kelib chiqadiki, bu masxaraboz yana xalqni laqillatdi. Bu inson yolg'onni suvdek ichadi, xuddi chanqoqni bosayotgandek. Ilhom Ikromovich, agar hali ham o'zingni oqlamoqchi bo'lsang xalq oldida, bu juda ham oson. Biz xalqni va blogerlarni savollariga poligrafda, yolg'on detektorida javob berishingni taklif qilamiz. Shunda hammasi ayon bo'ladi. Faqat oilangni o'rtaga qo'yib qasab ichma. Biz bundan o'tib bo'ldik.